deymanda. Iroda opa sizga ham yozib turishadimi? Bloklayman. Qo'yayotganingizda har Men bittasini. nervs qilib o'tiribman. Sraz o'qisam agar negativ chiqsa, bloklayman, keyin udalить qilaman, bo'ldi. Tinchgina, xotirjamgina. Shogirdlar nima deydi? Ha? O'zi ham hozir endi usta darajasiga yetdi. Ha, Xorazmda mendan keyin turadigan dizayner pardachi Oysha. Siz qachon endi video olishni boshlaysiz? Men uncha video olishni ustamasman. Lekin Sayyora opam bilan rosa yozishganman Instagramda. Yo'g'i, Sayyora Kaziyeва deb chiqqanlar. Xorazmdan juda ko'p muxlislar chiqadi. Niyatlardan biri ushaldimi endi? Ushaldi. Bugun endi ko'rsatuvimizdan so'ng siz ham ilhomlanib, Iroda opa kabi videolar olishni boshlasangiz ajab emas? Xudo xohlasa Pardalarni boshqacha reklama qilib, Lekin olish niyat bor, a? olish niyati bor. Bunga yetaman-de, sanam ishlaginsa, qilib